24 soat och qolsangiz organizmingizda nima bo'ladi? Ko'pchilik ochlik deganda faqat bitta narsani o'ylaydi. Och qolsam, holim qurib qoladi. Lekin organizm bundan ancha aqlli. Siz ovqat yeganingizda organizmning butun e'tibori ovqatni hazm qilishga qaratiladi. Oshqozon ishlaydi, o't ishlaydi, ichak ishlaydi, hammasi ovqatni hazm qilish bilan band bo'ladi. Lekin ma'lum vaqt ovqat yemasangiz, organizm sekin-asta boshqa ishga o'tadi. U zaxiradagi energiyadan foydalana boshlaydi. Hazm tizimi esa doimgidek tinmay ishlash o'rniga biroz yengil nafas oladi. Shuning uchun terapevtik ochlikning maqsadi faqat ozish emas, organizmga biroz dam berish hamdir. Lekin bu yerda bitta muhim narsa bor. Ochlikni ham to'g'ri qilish kerak. Chunki to'g'ri qilingan ochlikgina organizmga yordam beradi. Noto'g'ri qilingan ochlik esa aksincha zarar qilishi mumkin. Ochlik bu shunchaki ovqat yemaslik emas, u organizmning ishlash tartibi vaqtincha o'zgarishidir.